Qadim zamonlarda olis bir o'rmondagi jodulangan qishloqda yovuzlik va qayg'u nimaligini bilmaydigan mitti mavjudotlar yasharkan. Ular o'zlarini smurflar deb atasharkan. Smurflar juda inoq edi. U yerda yana Gargamel ismli yovuz afsungar ham yasharkan. U juda yomon edi. Smurflarni yomon ko'raman. Seni tutaman, hammangizni tutib olaman. Bittangiz ham qolmaysiz, qo'limga tushasan-ku. Voy! Bir kuni qishlog'ingizni topib kulini ko'kka sovuraman. Qishloq esa hamon topilgani yo'q. Ammo ba'zan Gargamelning do'q-po'pisalari o'rmonni larzaga keltirarkan. Shunday qilib, mittivoylarning g'aroyib sarguzashtlarini birgalikda tomosha qilamiz. Mittivoylar. Fazogir Smurf. Yaramas jirkanch smurflarni topishim kerak. Ha, bezbet ularni topib o'rmonni o'sha mitti, ko'm-ko'k jirkanch va yaramas smurflardan tozalashim lozim. Agar beqiyos ixtiroim ish bersa, u esa albatta ish beradi, bezbet. O'sha mitti yaramas smurflarni osonlikcha topib olaman. Ha. Tayyor bo'ldi, bezbet. Endi smurflar qayerdaligini aniq bilib olaman. Sehrli billur shar dunyodagi eng noshud mavjudotlarning qayerdaligini ko'rsat menga. Bu nima? Yo'q, smurflarni nazarda tutgan edim. Ha, ularning qishlog'i. Ammo smurflar qani? Tug'ilgan kuning bilan, tug'ilgan kuning bilan, aziz xayolparvar, tug'ilgan kuning bilan tabriklaymiz. Tug'ilgan kunlarni yomon ko'raman. Shoshma ziqna. Tilagingni aytib, shamni o'chir. Xayolparast. Men smurflar oyog'i yetmagan yangi sayyoraga borishni xohlayman. Qoyil! Men g'alati o'zga sayyoraga uchayapman. Fazoga parvoz qilish uchun har qanday ishga tayyorman. Topdim! Endi smurf shamoli bo'lsa kifoya. Uddaladim! Uchayapman! Men uchayapman! Yo'q, uchmayapman. Ha, bu qisqa parvoz bo'ldi. Aynan senga xos. Ha, kulavering. Mana ko'rasiz, hoziroq yulduzlarda uchaman. Xo'sh, uchar supurga afsona. Supurga tayog'ini sharqqa qaratib yerga qo'ying, keyin aniq va ravshan qilib viching, guching, smurf deb ayting. Supurgani to'xtating. Voy. Supurgilarni yomon ko'raman. Hoy, bu nimasi? Qani to'xtachi? Qo'lga tushdingmi? Men uchayapman. Chindan ham uchayapman. Endi uchmayapman. Xayolparastning yana bir omadsiz parvozi. Yana bir omadsiz qo'nish. Shoshmay turing hali.
bir kun kelib albatta yulduzlarga parvoz qilaman. Menimcha qanot yasash kerak. Yo'q, yordam bermaydi. Bu yarashda yulduzlarga hech qachon yetib bora olmayman. Nima qilsam ekan, a? Nima qilsam ekan? Xayolparast, yo'q! Esingni yedingmi, xayolparast? Sal qolsa, Bezbetning tushligiga aylanarding. Bezbet? Qani? Qani? Menga qara, ahvoling yaxshimi? O'zingni g'alati tutyapsan. Fazoga uchish orzuyim hech qachon amalga oshmaydi. Yulduzlarga parvoz qila olmayman. Hech qachon, hech qachon. Senga yordam berishni juda xohlardim, xayolparast. Salom. Topdim. Yulduzlarga parvoz qila oladigan fazo kemasini quraman. Yaqinlashib qoldik, Bezbet. Buni his etyapman. Smurflar qo'lga tushdi hisob. Bezbet! Billur sharim! Billur sharim sinmadi. U sinmadi. Qani boshla. Diqqat, diqqat. Kechirasiz. Smurf yangiligi. Fazogir Smurf fazoviy kemasini parvozga tayyorligini xabar qiladi. Barcha Smurflar tug'ilgan kunda tilangan niyat qanday amalga oshirilishini tomosha qilishga taklif etiladi. Kechirasiz. Xo'sh, bunga nima deysiz, ota Smurf? Bu fazoviy kema. U qanday ishlaydi, xayolparast? Tepki kuchida, ota Smurf. Tepki kemani havoga ko'taruvchi parraklarning ishga soladi va men yulduzlarga parvoz qilaman. Bir tomchi suv chumoliga daryo bo'lib ko'ringan ekan. Baribir hech nima qila olmaysan. Jim bo'l, hasadgo'y bilag'on. Omad yor bo'lsin, fazogir Smurf. Oq yo'l. Hayır. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ketdik. Yoqimli musiqaga o'xshaydi. Ha, shunday. Shoshma, men musiqani yomon ko'raman-ku. Tezroq, tezroq, tezroq. Ko'rdingizmi? To'g'ri aytgan ekanmanmi? Xo'sh, qalay? Ko'pam maqtanaverma. Bechora xayolparast, orzulari chilparchin bo'ldi. Fazogir Smurf kemasini fazoga yo'naltirdi. Yulduzlarga parvoz qilmagunicha u baxtli bo'la olmaydi. Afsuski, orzusi aslo amalga oshmaydi. Bu tilakni tug'ilgan kunida tilagandi-ku. Tug'ilgan kunida nimani tilasang, bajo bo'ladi. Shundaymi, ota Smurf? Ha, esimni tanibmanki, Smurflarda shunday bo'lgan. Demak, 543 yildan beri. To'g'rimi, ota Smurf? Ota Smurf, orzusini amalga oshirish uchun nimadir qilmasangiz bo'lmaydi. Ha, Smurfetta, aynan shunday bir rejam bor. Sizningcha endi kemam ucha oladimi, ota Smurf? Usta hammasini tekshirib to'g'irlab chiqdi. Endi uchadi. Endi yulduzlarga parvoz qila olamanmi? Ha, lekin avval uzoq parvoz paytida senga kuch bag'ishlovchi malinali qiyomdan ichishing kerak. Parraklar aylanyapti. Tezroq tutun chiqarib kemani qimirlatishni boshlang. Landavor, aql tarqatishayotganda qayerlarda yurgansan, ha? Qayerda edim? Bilmadim. Balki sen bilan yurgandirman. Bilag'on. Tutunni yomon ko'raman. Kemam uchayapti. Men parvoz qilyapman. Yulduzlarga parvoz qilyapman. Nima bo'ldi? Juda uyqum kelyapti. Balandlik ta'sir qilgan bo'lsa kerak. Uxlash mumkin emas.
To'xtadi. Demak, u uxlab qoldi. Malinali qiyom tez ta'sir qildi. Fazogir Smurfni tezroq u yerdan olib chiqing va kemani buzib tashlang. Kemani qismlarga ajratdik. Detallarni nima qilaylik? Ertaga ularni faqat men biladigan maxfiy joyga olib borib yashirib qo'yamiz. Qanday yaxshi. Maxfiy joylarni yaxshi ko'raman. Qaynab turgan mandragon sharbatiga tuyulgan choydan qo'shamiz. Qani ko'raylikchi. Oh, afsun ish berdi. Smurflar hozir meni ko'rishganida edi. Bunga qara, Bezbet. Ularni ko'rib ishtaham ochilib ketdi. Yur, bu gal ularni qo'ldan chiqarmaymiz. Hali uzoqmi, ota Smurf? Unchalik emas. Hali uzoqmi, ota Smurf? Oz qoldi. Hali ko'p yuramizmi, ota Smurf? Yo'q, oz qoldi. Hali uzoqmi, ota Smurf? Ha, uzoq. Axir bu vulqon-ku, ota Smurf. Siz doim vulqon, olov va tutundan iborat. Juda qo'rqinchli derdingiz-ku? Ha, to'g'ri, lekin bu vulqon yonib o'chgan. Ha, tushunarli. Demak, sovugan. Olg'a, Smurfni olib yuring. Hali qiladigan ishimiz ko'p. Ishni yomon ko'raman. Yaramas noshu jirkanch smurflar shu yerdan o'tishgan. Mana ularning mitti oyoq izlari. Yur, ular bizdan qochib qutula olmaydi. Hey, yur Bezbet. Voy, yaramas mushugi. Bu nima qilganing? Voy. Bir kunmas bir kun seni mushuk yungidan qilingan yostiqqa aylantirib qo'yaman. Shu gaplarim esingda tursin. Fazoga Smurf bu yerda uyquni urayotganda nega biz boshimizni qotirishimiz kerak? Bu adolatdan emas. Shoshma, Vaysaqi. Qizil, sariq, yashil rangdagi katta ko'z va o'tkir tishli nimaligini bilasanmi? Yo'q, nima? Men ham bilmayman, lekin u qalpog'ingda o'rmalab ketyapti. Qo'ng'izlarni yomon ko'raman. Sehrli billur shar dunyodagi eng yaramas va noshud mavjudotlarni qayerdaligini ko'rsat menga. Ha, ular eski vulqon ichidami? Vulqon bu yerdan uzoq emas. Va nihoyat o'sha yerda ko'm-ko'k mitti mavjudotlarni qo'lga tushiradigan bo'ldim. Fazogir Smurf uyg'onganida o'zga sayyoraga tushib qoldim deb o'ylaydi. Biz tayyor turishimiz kerak. Shuning uchun bizni svuflarga aylantiradigan mana bu sehrli eliksirni tayyorladim. Svuf? Ota Smurf, ular kim o'zi? Hozir senga ko'rsataman, Landavur. Bu Svuf. Men Svuf boboman. Qayerdaman? O'zga sayyoradaman. Bu mo'jiza. U kelyapti. Ha, u chindan ham o'zga sayyoradaman deb o'ylayapti. Voy ahmoq-ey. Bosh tarqatishayotganda qayerda bo'lgan ekan? Kimdir biladimi? Bosh emas, Landavur, miya. Ha, miya, shunday dedim-ku. Ha. Qiziq, bu yerda kimdir yasharmikin? Menimcha yashaydi. Meniki do'st. Kemada uchib kelgan. Brum. Brom.
Svuflar qirolining Svuf bobosi huzuriga bor. Avval meni ozod qilsang minnatdor bo'lardim. Qayerdan kelding? Men yer sayyorasidan keldim, Svuf bobo. Sen do'stmisan yoki dushman? Men yaxshi do'stman, yaxshi do'st. Kengash o'tkazib, buni maslahatlashishimiz lozim. Shu yerda tur. Meni nima qilisharkin? Kechirasan. Biz yetib keldik, Bezbet. Ozgina qoldi, ozgina. Gargamel kelganini Smurf otaga aytish kerak. Ha, rosa jahli chiqdi-da. Smurf, biz bir qarorga keldik. Do'st ekanligingga ishondik. Svuflar sayyorasiga xush kelibsan. Rahmat, Svuf bobo. Fazogir Smurf sharafiga ziyofat uyushtiramiz. Qanday ajoyib, Svuf bobo. Bu yerga kelganimdan juda ham xursandman. Endi uxlay qol. Ertaga o'z sayyorangga qaytishing uchun ko'p kuch kerak bo'ladi. Lekin uyimga qaytgim kelmayapti. Bir umrga shu yerda qolmoqchiman. Bir umrga? Yo'q, qaytishing kerak. Svuf bobo. Qayerda? Soqchilar, Fazogir Smurfni pana joyga olib o'ting. Undan ko'zingizni uzmang. Gargamel shu yerda. Fazogir Smurf uni ko'rmasligi kerak, yo'qsa hamon yerda ekanligini bilib qoladi. Bu hali hammasi emas. Fazogir Smurfga bu yer shunchalar yoqib qoldiki, uyga qaytishni ham xohlamayapti. Biror yo'lni topishim lozim. Bilaman, Bezbet, ular shu yaqin atrofda. Ko'nglim sezayapti. Ularni uzoqdan sezaman. Ko'raylikchi. Bu nimasi? Ular Smurflar emas-ku. Gargamel bizni qanday topdi ekan? Momaqaldiroq uni to'xtatishimizga yordam bersin. Voy, Billur-sharim. U chilparchin bo'ldi. Endi Smurflarni topa olmayman. Qanday dahshat! Yana mag'lubiyatga uchradim. Shuncha azob tortib yo'l bosib kelganimda Billur sharcham toshlarga urilib chil-chil bo'ldi. Bunda ota Smurfning qo'li borligini ko'nglim sezyapti. Bezbet, boshimdan tushsaychi. Yaramas mushuk, tush dedim. Tush. Qochdik bu yerdan. Svuf bo'lish uchun chaqqon va dovyurakligingni namoyish etishing lozim. Yaxshi. Nima qilishim kerak? Ko'zingni bog'lashgach, nayzani nishonga otishing kerak. Qanaqa nishon? Hech nimani ko'rmayapman-ku. Sinovning murakkabligi ham ana shunda. Men uddaladim. Moy sirtilgan ustunni tayyorlang. Keyingi sinov ustunga chiqish. Qani bo'la qol. Bundan balandroq ustunlarga ham chiqqanman. Ustunga chiqishiga million yil kerak bo'ladi. To'g'rimi? To'ppa to'g'ri. Million yil. Moy sirtilgan ustunlarni yomon ko'raman. Chiqib oldim. Buni nimasi qiyin? Ustunga moy suritilmagan. Surtilmaganmi? Pandavur? Ziqna surtat deb o'ylagandim. Men o'yladimki, haligi u hammasini Men ustunni vaysaqi moylaydi deb o'ylagandim. Dangasa moylash kerak edi. Endi qo'lni suzib o'tishing kerak bo'ladi. Mayli, men yaxshi suzaman. Mana bu tosh bilan. Tosh bilanmi? Ammo buni sira iloji yo'q-ku.
Afsus. O, yuzing juda ham tanish. Seni oldin qayerdadir ko'rganmanmi? Meni? Yo'q. Men Vaqtni ketkazma. Agar svuf bo'lishni istasang, tosh bilan suzib o't. Ha? Bu sira qiyin bo'lmaydi. Nima bu, hazilmi? Bu qanaqa tosh o'zi? U cho'kmayapti. Cho'kmaydi-da. Axir bu ko'pik tosh. Navbat so'nggi sinovga, fazogir Smurf. Men tayyorman. Svuflarning zahmatli hayotiga bardosh bera olishingni isbotlashing zarur. Ovqat pishirishing, idishlarni yuvishing, supurib pollarni artishing kerak Sen bo'ladi. bizga ta'zim qilasan va yonimizda doim tiz cho'kasan. Lekin faqat o't yeysan. Qo'shiq ham aytmaysan. uxlamaysan ham. Hatto dam olish kunida ham dam olmaysan. Shundan keyingina svuf bo'lishing mumkin. Tushunding? Men o'z sayyoramga qaytishga qaror qildim. Nima bo'ldi? Uyqum kelyapti. Uxlab qolyapman. Uxlab qoldi. Qiyom yana ish berdi. Yana smurflarga aylanamiz. Voy! Smurf bo'lishdan ortiqroq baxt bo'lmasa kerak. Buni yomon ko'raman. Hali uzoqmi ota Smurf? Ming'illamay. Qayerdaman? Yashasin fazogir Smurf! Yashasin! Yashasin! Yashasin Shogirgir! Son sharaflar. Men uydaman. Men uyimdaman. Juda ajoyib edi ota Smurf. Men Smurflar sayyorasida bo'ldim. Svuflar? Bunaqasini eshitmagan edim. Ular meni olib qolishmoqchi edi, ammo men uyimni sog'inganim sababli qaytib keldim. Boshqa uchib ketmaysanmi? O'zga sayyoralarga parvoz qilish yaxshi, ammo o'z uyimdachalik hech qayerda baxtli bo'la olmayman. O'z uying, o'lan to'shaging. Bu ota Smurfning ishi. Buning uchun hali javob beradi. 2 martalab javob beradi. Voy!